O'zi ham joy вообще kichkina ekan. Bu yerda qanaqa qilib yashab qolaman bilmayman o'zi. Qaranglar-da, men menga tegib ketsam ham mana. Jonim chekishni boshlaydi-da. Nu, mayli endi daraxt sindiramiz va joy kengaytirishni boshlaymiz mana. Bundoq sindirsam, qani, opana yaxshi. Har bitta missiya bajarganimizga joy kengayib ketaveradi. O'shaning uchun sekin missiya bajarishlarni boshlaymiz. Sizlar like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda sizga bu karta kerak bo'lsa, meni Telegram mod kanalimda bo'ladi. Kommentariyada silka bor, o'ting va bemalol mana shu mod, ya'ni karta bu. Kartani olib bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Oh, yana tegib ketdim. Nu, jon chekishni boshlayapti. Va biz hozir crafting table yasashni boshlaymiz. Hoppana, buni qo'yamiz. Bizaga bitta cho'p va bu yoqdan bitta kirka kerak. Kirka olib bo'ldik, joy kengaydi. Endi biza fakil yasashimiz kerak ekan. Nu, mana buni ham olamiz hozir, chunki yer tagiga tushib ketamiz va faqat yer tagida ishlaymiz hozircha. Nu, joy ko'paytirish uchun. Menga ko'proq toshlar kerak, chunki toshlardan kirka yasayman va kirkadan keyin temir olamiz va temirdan keyin ugl olamiz. Ugldan keyin fakil yasasak, fakil yasaganimiz uchun yana joylar kengayishni boshlaydi. Temirlarni sekin uxlatamiz. Yaxshi 4 ta va endi bu yoqdan ko'mir topishim kerak. Adashmasam ko'mir mash tomonlarda bo'lish kerak. Da, mana topdim va ko'mirlardan ko'proq olib qo'yamiz va keyin undan keyin mana joy kengaytirsa bo'lar ekan уже. Oppa, sizlar tayyor bo'lsanglar, tadam. Bo'ldi, qarochi joy kengaydi. Endi bo'lsa ko'proq ko'mir olamiz, chunki ko'proq narsalar pishirishimiz mumkin. O'shaning uchun ham ko'mirlar bizga kerak bo'lib qoladi. Endi bizga aytayapti, hozir bitta temirli qilich yasashimiz kerak ekan. Uning uchun hozir temirlarimizni eritib olamiz. Temirli eriguncha siz pastga tushing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Agar bu videoning orqasidan 3000 ta obunachi kelsa, keyingi xuddi shu videoning ikkinchi qismi ukam bilan bo'ladi yoki yana boshqatdan ochamiz, mirri ili ukam bilan olamiz. O'shaning uchun like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. 5000 ta like va 3000 ta obunadan keyin ukam bilan olamiz. Let's go. Oppa, 3 tasi tayyor bo'pti. Endi botga qo'yamiz va bizani oppani bo'ldi. Kengaydimi? Da, kengayibdi. Bu qilich bilan biz 8 ta pavuk o'ldirishimiz kerak. O'zbekchasi nima bo'lardi pavukka? O'rgimchak. Da, o'rgimchak o'ldirishimiz kerak. Nu, endi yer tagiga ketdi. Xo'p, mana buni olamiz. Va bu yoqda men yana nima yasab olishim kerak? Yuringlar, pastga yasaymiz. Nu, ungacha bularni ham olib ketaveramiz. Suv qattaligini topdim. Botga ozgina yurib olish kerak. Yurib olish uchun men top tashiyman va botga sakraymiz. Oppa, yaxshi. Endi sekin o'tib olaman bu yoqqa. Qani? Davay, точный suvga kalla tashiymiz. Vah! Let's go! Oxirgisi bu. Agar suvga tushmasam o'yindan chiqib ketaman. Tushar ekanman-ku. Bo'ldi. Xo'p, mana bitta spam bo'lishini kutishimiz kerak va bu yoqda bunaqa narsalar bor. Bularni olib qo'yaveramiz. Kerak bo'lib qoladi missiya bajarishga. Nu, menimcha o chelak yaxshi, bizga kerak. Endi bu yoqda pavuklar spam bo'lishini kutamiz va 8 ta pavuk o'ldirishimiz kerak. Kirisa, urot. Хорошо, давай. Bo'ldi, qani. Yaxshi bajarildi. Ehtiyot bo'lish kerak. Yay. Nu, zato bajardik. Keyingisi nima ekan? Kravat topib unda uxlash kerak ekan. Hozir harakat qilib ko'ramiz. Oldimda qo'y bor ekan, buni o'ldiramiz. Baribir kerak bo'lib qoladi. Nu, hozir endi bitta versak yasab olishim kerak. Versagim bor ekan, ikkita yasab olaman. Nu, mayli, hech bola qolmaydi. Xo'p, endi bizga nima kerak bo'ladi? Bu yoqdan shears. Oppa, olamiz. Bo'ldi. Qani? Oppana, lekin ertalab bo'ldi. Ertalab qanaqa uxlayman degan savol bor. Uxlab bo'lmas ekan-ku. Sehr ishlatamiz obunachilar, sehr. Voy, obunachilar qaranglar, o'zida-o'zi qorong'i bo'lib qoldi. Endi uxlaymiz. Bu missiyani ham bajarib oldik. Endi keyingi missiya nima bo'lar ekan? 5 ta non yasash kerak ekan. Nu, men qatta non borligini bilaman. Ya'ni non emas, pichan qatta borligini bilaman. U 17 dagi sanduqda bor. Endi tushib o'sha sanduqni olib kelamiz, qaranglar. Точно tushamiz. Hop, ozgina xato ketdi. O'sha aytgan sandig'im mana va buni ichida yaxshi. Mana aytgandim-ku 15 ta atelab qilib qo'yishadi, nima deydi? Har bitta missiya kerakli va zaril, chunki o'sha missiyalardan nimadirlar tushadi baribir. Mana men bilan ham olib qo'yirish kerak. Chunki nimadirlar yasash yo nimadirlar qilish mumkin. Bu tilmag'onmi? Menda versak bor hozir yonimda. Men nima yasashim kerak edi? Da, 3 ta non yasashim kerak. Qani, oppa. Yaxshi, bekorga versak olib kelib qo'ymagan ekanman. Qani non. Oppa. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Bajarildi va joy kengaydi. Bitta kengayar ekan, nu mayli. Bularni olib qo'yamiz hozir. Endi bizga diamond kerak. Oho, eng qiyini. Diamonddan hozir kirka yasashimiz kerak. Endi diamond qidirgani pastga go. Va nihoyat o'sha joy topib oldim. Mana mashta bo'lish kerak, chunki videosida ko'rganman. Mana shu joydan mana bo'ldi.
Ko'rdinglarmi? Video ko'rish ham ziyon qilmaydi, chunki bu yo'lida mana diamant bo'ladi. Opa, 3 ta и mana bittagi bilan 4 ta. Хорошо. Bo'ldi, boshqa yo'q, chunki videosida ko'rganimda boshqa chiqmagandi. Realda hech qanaqa uyushtirilgan yo boshqa narsa emas. Yozsanglar chiqadi YouTube'ga ham. Videosidan ko'rib qilganman va kelinglar o'laveramiz va tepada paydo bo'lib, keyin narsalarimizni bemalol yasab keyingi missiyaga o'tamiz. Bo'ldi, endi hozir biza kirka yasashimiz kerak. Opani bajarildi va yana joy kengaydi, lekin o'n yerda sanduq bor ekan, lekin qiziqman. Buni ochgunimizgacha 1 yildan oshiq vaqtimiz ketadi. O'shaning uchun ham ochmaymiz va endi hozir bizga keyingi missiya keldi. Unga suv bilan lava kerak. Ya'ni nether portal qurishimiz kerak, lekin men zajgalkani qayerdan olaman? O'shaning uchun ozgina boshim qotyapti va davay suvga kalla tashlaymiz. Let's go. Yaxshi, suvga tushdik va mana bu yoqda lavalar bor. Endi lavalarni bundoq qilamiz. Bo'ldi. Sho, endi biz bemalol men bilan kovlaymiz va 10 ta olgandan keyin videoni davom ettiramiz. Eng oxirgisi mashina olib bo'lsam 10 ta bo'ladi va keyin yasashga tushamiz. Oy! Mayli, o'laveramiz, hech narsa qilmaydi, lekin tagida lava borligi ehtiyot bo'lish kerak. Endi mana shu burchakdan yasashni boshlaymiz va bizaga keyin qayerdan olaman bilmayman lekin. Va oxirgisi 1 2 yasadik. Endi buni olov bilan yoqish kerak. Olovi, ya'ni zajgalkani qayerdan olaman? O'shanga boshim qotyapti. Kelinglar pastga tushib, yo'q. Bizaga bo'ldi. Kallaga urdi. Hozir men bilan olamiz. Tushdi. Ko'rasizlarmi? Bolalar shunaqa qila olasizlarmi? Water flip, water drop. Oh my god. Qaranglar, endi hozir biz bitta zajgalka yasaymiz va undan keyin missiyani qarochi bajarib qo'yamiz. Qani. Xo'p, menda bor bular. Mana buni qo'yamiz. Buni qo'yib zajgalka yasaymiz. Yondirgalka, o'zbekchasi yondirgalka bo'ladi. Opana. Bo'ldi. Nether portal yaratdik. Endi nima missiya bajarilmayapti? Bunday qilish kerak. Opana. Kirib ketib qoldi. Mayli, bu yerni ham ko'rib qo'yamiz. Mana shunaqa joy ekan. Bu yerda 32 ta mana bunaqalarni 32 ta sindirish kerak ekan. Davay qilib ko'ramiz. Da. 32 ta qilish kerak ekan. Davay mana shu missiyani ham bajarib qo'yamiz, keyin o'zimizdan olamga sururamiz, chunki bu yoq bizga hozircha muhim emas. Bu yoq bizga kerak emas. Bizning asosiy maqsadimiz o'zimizning olamimizni kengaytirish. Va videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu videodan 3000 ta obunachi kelsa, keyingi qismini ukam bilan qilamiz. O'shaning uchun ham kanalga hozir obuna bo'ling va 5000 ta like yig'ishga harakat qiling. Joy kengaydi, anchagina kengayar ekan bu da. Bo'ldi, qaytdik o'zimizning joyga, o'z uying o'lan to'shaging deydi-ku. Endi uxlab olishimiz kerak. Anchagina kech tushdi va uxlaymiz. Bizga ketyapti 30 blok masofadan nishonga kamon bilan tekkizing deyapti. Biza cheaterlik yo'llarini ishga solamiz, chunki men qanaqa yasashni bilmayman. Yasashga yil vaqtim ketib qoladi. O'shaning uchun ham cheateram. Insof sari baraka, ko'p o'qimadim, bilsanglar bilarsizlar, 15 ta oldim. Bu yoqda mana turibdi 30 ta blok qayerdan bo'lar ekan? Mana mashdan 30 ta bo'lsa kerak. Davay, endi otamiz. Opa. Tegmadi-yu. Opani. 16 blok bo'ldimi shu? 30. Qayerdan bo'ladi u? Shetga qo'yib oldim. Menimcha 30 chiqsa kerak, yana bilmadim. Opa. Tegmadi. Хорошо, 30 chiqdi. Endi keyingi missiyaga o'tdik. Keyingi missiyani hozir bajarib ko'ramiz. Joy kengaydimi yo'q bilmayman. Menimcha kengaydi. Yo'q, kengaymadimi hali? Hozir endi adashmasam keyk pishiring deyapti. Keykni qanaqa pishiramiz? Missiya bajarildi. Kreativda qildim. Mana bunaqa missiya bajarildi deb chiqib keldi. Endi keyingi missiyani bajaramiz. Yana bitta qilib ko'ramiz, oxirgisi. Let's go. O'lib qoldim. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi qismi chiqishi uchun, ya'ni ukam bilan chiqishi uchun 5000 ta like va 3000 ta odam obuna bo'lish kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha.